Xo'sh, bitta kadrni montaj qilish uchun mana Lightroom programmasiga kiramiz. Xo'sh, bu yerdan shunga kirib olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, kirib olaylik. Готово. Gmaildan kiramiz ekan. Xo'sh, endi kecha kuni olingan kadr bor edi hozir. Bir minut. Mana shu kadr, rasm. Shu rasmda hozir svetokorreksiya beramiz. Mana avtoni bosib olsangiz ham o'zi ham jicha o'zi ham rang qo'shib beradi. Keyin mana buni bossangiz analiz qilib beradi o'zi. Analiz qilib beradida, mana buni predmetni bossangiz, birinchi predmet mana. Predmetni ushlab olasizda, shu predmetlar uchun ham mana pastda o'sha mana shu predmetni mana qaysi predmetligini ko'ryapsiz. Yog'och predmetni mana xaritani qilyapti. Mana shu asosiy predmet. Shunga ko'proq urg'u berishimiz kerak. Sal yarkiroq qilib qo'yamiz, sal rangliroq qilib qo'yamiz mana. Rangini ko'ryapsizmi, o'zgaryapti mana. Xuddi oddiy yog'ochga nima berib qo'ygandek, lak surtsangiz shunaqa rangga kiradi. Shunaqa qilib qo'yamiz mana. Rangli bo'ldi. Mana birinchi predmetimizki bo'ldi. Endi fon. Mana fon. Bundan keyingi etaplar. Buni tanlab olamiz. Bu любой foto telefonda olingan любой odam bo'ladimi, tabiat bo'ladimi, любойda ishlasangiz bo'laveradi. Faqat ranglarda uyg'unligini nima qilib oling mana. Fonni orqa fonda xiralashtirib qo'ydi. Mana sal o'sha tarafni xiralashtirib, asosiy obyektni mana birinchi o'ringa chiqarib oldik. Endi fonga mana rangini mana shunday qilsak mana. Kadrda qarang, buni uncha-munchasi bilmaydi. Faqat buni his qilish kerak. Orqalar xiralashtirib, asosiy buni tabiatni birinchiga chiqarib oldik. Mana hozir bunday qilsangiz oqaryapti. Bizga mana shu juda mana shu rosa bo'ldi, bosamiz. Keyingi etap mana bu yerda nebo, osmon. Osmon hozir bizga juda xunuk bo'lib qoldi. Shu osmonni hozir o'zgartiramiz. Sal xiraroq qilamiz yo ochartirib olamiz osmon. Tabiiylikni yo'qotmash kerak. Iloji boricha oqartirib ko'ramiz. Bo'ldi. Osmon ham bo'ldi. Bizga asosiy ekranda mana shu bo'ldi. Keyingi etap nima? Mana настройка. Настройкада svet bo'limi bor mana. Svet bo'limi bor mana. Shularda o'zimiz chiroyli bo'lguncha beramiz yoki faqat bitta svet uchun ishlashimiz mumkin. Svetga o'tamiz mana. Mana shu hamma ranglar yo'llashgan. Masalan, hozir bizga mana biz nimani svetni tanlab olaylik. Mana svetga tanlab turib, yog'ochimizni yana ham rangini o'zgartirishimiz mumkin. Yog'och. Mana shu yaxshi ekan. Sekin yog'ochda o'sha lak surtalgan holatini, yaltirashlarini chiqarib olamiz. Barglarda ham rangi shu yog'ochda rangi bilan bir xil bo'lgani uchun ular ham qo'shilib o'zgaryapti mana. Bizga mana shu yaxshi ekan. Keyin sariqlik. Mana sariq o'tyapmiz. Sariq o'tib turib, buni qarang mana. Sariq yashilga o'tirsak, o'sha sariq ranglar yashilga aylanyapti.
orqaga jigarrang olib o'tsak, uni jigarrang olib ketyapti. Bizga jigarrang ham kerak emas, yashil ham kerak emas. Bizga mana shu kerak ekan. Juda baqa qilib mana juda buzilib ketyapti, kontrast ko'tarilib ketyapti. Mana shunda turaveradi. Mana o'xshadi, zo'r. Mana. Xo'sh. Endi bundan foydalanishcha nima? Bu pashta ishlatmayman, lekin buni ham ishlatadigan odam zo'r. Menga buzyapti, bu kerak emas. Management qilamiz. Effekt. Mana bu effektni kutaman, ancha ishlar qilsangiz bo'ladi. Effekt. Orqa fonda tiniqlashtirib, xiralashtirib nima qilyapti. Ana. Vignetkaga o'tamiz. Shu effekt bo'limida vignetkaga. Atrofni sal qoraytirib markaziga tortamiz. Bo'ldi, effekt. Detalga o'tamiz endi. Ular ham kontrast detallar aniqligini oshiradi. Qilib ko'rasiz. Rasm buzilib ketmayaptimi? O'zasi o'zgarmay kelsa temay qo'yasiz. Shumga o'tasiz. Shum kerak emas ekan. Reskist. Qancha ko'tarsangiz shuncha tiniqlashni bo'lib ketaveradi-yu, lekin ajib-ajib bo'lib ketadi. Shuning uchun oshiqcha mana. Ko'tarilgan ko'rdingiz. Ko'tarib olmaymiz. Optika. Yoqib qo'ysangiz yon qilmaydi. Xo'sh, menimcha rasmimiz o'zgardi. Mana bu o'rtani ekranni bossangiz oldingi holatiga qaytaman. Eski rasmimiz, montajdagi rasmimiz. Eski rasmimiz, montajdagi rasmimiz. Mana svetokorreksiya. Xullas buni bilgan odam zo'r biladi. Agar mana shu programmani prosi bo'lsa, bundan ham zo'r narsalar chiqarish mumkin. Faqat unga ideya, g'oya, fantaziya boy bo'lish kerak prosiga. Menga hozir procha shart emas. Mana shuni o'zida ham bemalol eplab chiqarib olsam bo'laveradi. Sizga ham agar fantaziyangiz kuchli bo'lsa, procha kerak emas. Xo'sh. Mana svetokorreksiyamiz tayyor. Fotoni eksport qilib saqlanib ko'p yoqib olsak bo'ldi.